Aniq bilaman, siz bu Arduino'lar haqida eshitmagansiz. Ketib ko'rib chiqamiz. Birinchisi Arduino Uno. Juda ham ko'p qo'llaniladigan, butun dunyoga mashhur bo'lgan Arduinoning birinchi turi hisoblanadi. Ikkinchisi Arduino Leonardo. Xuddi Unoga o'xshasa ham USB kabel orqali ishlaydi va uning ishlash chastotasi Arduinoga nisbatan yuqoriroq. Uchinchisi Arduino Nano. Arduino Uno bilan bir xil ishlaydi bu ham va juda ham kompaktli, juda ham ixcham. To'rtinchisi Arduino Mega. Juda ham ko'p raqamli pinlari bor va katta loyihalarda amalga oshirishingizga juda katta yordam beradi. Beshinchisi Arduino Due. Xuddi Mega kabi juda ham ko'p pinlari va USB port orqali ishlaydi, ishlash chastotasi ham ancha yuqori. Oltinchisi Arduino Mini. Eng kichkina Arduino bo'lib, uni dasturlash uchun alohida programmator talab etiladi. Yettinchisi Arduino Micro. Bu ham xuddi shunday kompaktli, juda ixcham va mikrochipi juda ham tezkor hisoblanadi. 8-inchisi Arduino MO. Bu USB port orqali ishlaydigan Arduino Leonardo kabi Arduino hisoblanadi. Bu ham ishlash chastotasi yuqori. Va oxirgisi Arduino Lilipad, ya'ni cho'ntak Arduinosi. Buning uchun ham programmator talab etiladi.